Hozir Instagram listasi qilib o'tiruvdim, ana Nexelli polvonrog'i bor, Jasurmida ismlari, o'shalarning videolarini ko'rib qoldim. Zo'r fikrlar bildirib, zo'r kontent qilyaptilar. Gap bo'lishi mumkin emas, hammasi uchyapti. Hop, endi kinolar to'g'risida gapiribdilar o'tdi. Fars kinosini ko'rdim men, gapirilganini. O'zim shaxsan kinoni ko'rmadim. Aytishlari bo'yicha oxirida yaxshilik bilan tugamagan u kino, yomonlik bilan tugagan. To'ppa-to'g'ri. Bu inson psixologiyasiga ta'sir qiladigan narsa, zo'r narsa. Yomonlik bilan tugatish kerak kinolar oxirini. Shu yomon qanaqadir joylari bormi, bo'ldi, yomonlik bilan tugatish kerak. Yaxshilik bilan tugataversa bo'lmaydi. Chunki biz yoshligimizdan o'sha ertak hikoyalarni eshitib katta bo'lgan avlodmiz-da. Oxiri yaxshilik bilan tugaydigan voqealarni, ertak kinolarni ko'rib katta bo'lgan avlodmiz. Mani pakalaring ham shunaqa, qolganlarni bilmayman. Xo'p. Endi qarang, bu yaxshilik bilan tugamasligini yaxshi tomoni nimada? Ertaga kimdir atrofimizdagilar o'sayotgan yosh avlod yoki o'sha bolalar nimadir yomon yo'lga kirayotgan bo'lsa, baribir yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaydi-da. Shunaqa meningda qolib ketgan bizda mana shunaqa, nimadir qilsang, yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. To'g'ri, yaxshi niyat, yaxshi bo'lishi. Lekin ana yomon ish qilsa ham bo'ldi, yaxshi bo'ladi deyish kerak emas-da. Uxlaydi garuvchi deyish kerak. Bo'ldi, bo'lmaydi garuvchi deyish kerak. Oshqozonning oxiriga kirib ketadi garuvchi deyish kerak-da, eng zo'ri. Bunaqa yaxshilik bilan olib chiqarilsa ham bo'lmaydi-da. Inson psixologiyasiga menimcha ta'sir qiladi. Agar psixologlar bo'lsa, o'zingizlar fikringlarni qoldiringlar bu yerda. Xullas, video juda ham cho'zilib ketdi. Adashmasam YouTube ga qo'yaman bu videoni. Bundan buyog'iga o'sha bloger bo'ladimi yoki kino, любой narsani muhokama qilishga harakat qilaman, o'zimning subyektiv fikrimni bildirishga harakat qilaman. Aytaylik, sizlar ham kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni bildiringlar. To'g'ri, negativlar bo'lishi mumkin. Sen kimsan o'zi fikr bildiradigan, muhokama qiladigan? Men insonman. Hammaning o'zini fikri bor. Har bitta sog'lom insonning o'zini fikri bor. Hattoki nosog'lom insonning ham qanaqadir fikri bo'lishi mumkin. Shuning uchun sog'lom inson sifatida men o'zimning fikrimni bildiryapman va muhokama qilyapman. To'g'ri, menga emasdir. Lekin meni subyektiv fikrim shu. Aytaylik, sizlar ham kommentariyada xohlagan gapinglarni yozinglar.